Ramazon dasturxoni uchun ajoyib somsa. Bu somsani qilish uchun o'zingizni qiynab xamir ham yoyib o'tirmaysiz. Avval somsa uchun oddiygina osh xamir qorib olamiz. Xamirni yaxshilab mushlab tindirishga olib qo'yamiz. Sinib chiqqan yumshoqqina xamirni 10 bo'laklarga bo'lib olamiz va kichik zuvalachalar yasab qo'yamiz. Bu xamirlar ham tinguncha margarita margarinini eritib qo'yamiz. Endi tinib chiqqan xamirlarimizni kichkina zuvalachalar qilib yoyib chiqamiz. Endi har bir yoygan xamirimizni ustida eritilgan margarita margarinlarni suramiz va bularni yana 10-15 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Yaxshilab tingan xamirimiz yoyishga juda ham qulay bo'ladi. Endi sal kattaroq zuvala qilib 12 yoki 14 bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi har bir bo'lagimizni katta yupqa qilib yoyib olamiz va ichiga qiymasini solib ragalik ko'rinishda tugib olamiz. Bu somsalar ichiga o'zingiz istagan qiymalardan foydalansangiz bo'ladi. Men esa tovuqli qiymadan foydalandim. Endi somsaga chig'anoq shaklini beramiz va ustiga tuxum sarig'ini surib pishirishga jo'natib qo'yamiz. Bu pishib chiqqan somsalar oddiy o'zimiz qiladigan somsadan aslo qolishmaydi. Juda ham qisir mazali bo'lib chiqadi.